Taqsimot texshi tushirilmabdi. Yana qachongacha saqlaman? Taqsimotni kutib o'tirmay, yer izini paqam sizga. Voy, diqqat qiling. Bularda hadini eshib ketyapti. Adılcan! Han kız! Teşik motoqtika. Nagi mandanglar? Uyga mangan. Qani, haruga chiqinglar. Chiqna, qiz. O'tiringlar. Manda qamsa. Chuh! Qayoqdan kelyapsiz? Bazoq berib kelishim. Jim o'tiringlar. Chuh! Chuh! Assalomu alaykum, shuji. Va alaykum assalom. Qanday ahvollari? Yaxshi, ahvolda o'cha taq yo'q. Yanılı qarg'aydagi qat ko'tarib turyapmiz. Mushkullarda bizdan ahvol so'raydigan vaqtinglar chiqadi ekan, ha? Shuji, bu nima deganlari? Sizlardan ahvol so'ramay, kimdan so'raydik biz? Sizlarni tog'dak bildigan tursak, shuji. Ha, bu ikki tayg'onni keyninglarga selib olib, nega mangdinglar? Nega baratdik, shuji? Ancha-muncha ish qarnimizni ichib kelaylik deb mangandik. Ha. Sizlarni mo obdan bilib qo'ydim, Sadiqaxon. İşçinlar bek tarken cuma. Oyunni o'zinglar o'ynab, dardinglar bo'lsa menga to'kamsizlar. Shuji, sizlarni qachon o'ynatmay qolgan biz? Agar vaqtlar yetsa, bugunning o'zida, bugun kechning o'zida bir ziyofat o'rnashtiray. Sizlarmi hiliqlarni birga etkazsizlar. Bilamdi? Qanday deb shuji? Adamning ko'nglini obdan tushunasiz cuma. Baya sizga chaqchaq qilib qo'ydim. Bizning ko'nglimizmi yemak ichmakda emas. Endi siz ziyofat qilib berman degandan ba'milsaq bo'lmas. Bundaq o'ltirish, ko'ngil ichish deganlarga ozdilik qizil-bizil aralashib kelmasa bo'lmaydi-ku deyman. Qandaq? Bo'ladi shuji, bo'ladi. Uni xotirjam bo'slar. Bugun kechning o'zini o'rinlashtirib o'tay. Xotirjam bo'slar. Hammasini boshlab kelsizlar. Bo'ladi. Ma'qul. Shunday bo'lsa, tez ko'rishaylik. Qaysi turlar qatnashding? Ijroq sekrash bilan elektriklar va tuzimlar yurishga qatnashdim. Endi kunda mashq qilib bergan. Atiganda men yordam qilay. Ma'qul aka. Mashqni to'xtatib qo'ymajmi? Ha? Ha, bu. Apa? 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 Keldinglar bolalar. Sizga nima bo'ldi? Menga hech nima bo'lmadi. Undaqda yig'labsiz-ku. Yaqay, sizlarga choy damlab beray, a? Apa, siz o'tiring, men qilay. Voy, bo'ldi, bolam, o'tir. Aytka, ish qilyapsiz? Mana bu 120 yandan taloni. Tez pulni olib chiqing. Nima pul u? Nima pul bo'ladi? Jarimani. Kim sizda biz buyurgan ishni yaxshi qilmasin? Ha? O'rinli qilsin debdi. Tez bulan pulni olib chiqing. Bulan. Voy chaqan bulan ha?
so'miga yanib ketdi-da. Çoğun dada, çay içim. Rahmet kızım. Elangla, ala balam. Boptu apa. Ko'nglingni yerim qilma. Bu ishlar o'ngishib ketadi. Ey canım balam. Bu ishlar o'ngishilib, ko'nglimiz echilg'icha quyruqimizni qum bosadigan o'xshaydi. Heletin uftigidek majolimiz qolmayotsa, bu endi bizga nima tatquluq degini? To'liq yemigina apa. Men ba'zi ishlarni hal qilishning yo'lini qilib qo'ydim. Uyda bari mushukka oz bo'lsa-mu buni ep qo'ysa afkan. Ey! Bari aram mushulma. Ha? Bari mushinchilikka. Hozircha qaytib turay. Lekin 2 kundan keyin yana kelaman. Tog'ini tayyor qilib qo'yinglar, juma. Bu kentdikilar bağancha erdidan osh qilturdi. Bizlarga tuzi xotirjamlik yo'q. Agar salomatligim yor bergan bo'lsa, tijorat qilib pul tepib, xizmat ishingizni hal qilish uchun yuqoriga Beyjinggacha mush qerijanimda arz qilib borgan bo'latdim. Mendan ansirmang çoğun dada. Sizning salomatligingiz yaxshi emas. Meni desangiz o'zingizni ko'p osrang. Hay qizim, mening beshimdan qaytayotgani Odiljon ishkanlarning xizmat ishi. Meningmi yeshim bir yaga berib qoldi. Qizim, bo'lsa vaqtida nenanglarni butun qilib olgan bo'lsanglar, ko'nglim xotirjam bo'ladi. Adiljon ikkimiz maslahatlashdik çoğun dada. U mush necha kun ichida arz qilmoqchi. Shundaqmi qizim? Bu bek obdan ish bo'pti. Xudoyim yo'lini ochiq qilsin. Ishini oson qilsin qizim. Allah ben. Çocuğuma bir paç geçleyemezler. Bak yerinde. Çocuğum, hoş geldin. Alamet. Teyze. Alamet. Bu yani bizga nima bor?
Mana endi boshliq bo'lgan odammi bizni aldab yursa, moshimi ish bo'ldimi? O'ylab baqa. Nima amal bizga? Qo'ygan xotinning o'zi bo'ldi-ku. Qilganini qilmasak texi, xizmat tashlab beraylik texi. Niyoz bilan 3 aktifning qilmagan askarga qamri. Xalqmi bizga o'sh bo'lib ketdi. Yana texi bizni yolg'on so'zlab akapti. Menimcha bu yer kelganimizmi yaxshi oldu. Yuqoridan tekshirib kelib qolsa, o'chaqda bizga paket kerak bo'ladi. Sen moshini paketda otamsan. Men daftarimni ochadigan bo'lsam, bundoq paketlardan necha o'ni tepildi. Vaqt soatidan tortib xatlab qo'yganman. Yura. Ketaylik. Qani. Kirmoqim bilan o'zi ko'rinmaydi-ku, ha? Nacharlar yana nacharligini qildi-da. Bu nimalar o'zimizni faqtimiz deb o'zicha haraq-sharaqni ishmaydi. Mana endi o'g'irdak qochqinni ko'mandigan. Qochqonlar qichiversin. Ishkanlar ichivermaymiz bu. Unda so'rimga yarashmaydigan talib mijozlar ishini qilaversin. Qanday dem sho'je? To'g'rimi? To'g'ri. Qaramat qo'yja. Alamet. Yaxshi. Şuji, ben de yerine şana oldu. Onun da xatircam bol. Məlli bo'ladigan men seni har qanday ish olib. Rahmat Şuji, rahmat. Qani, rahmat. Lamba kabamangla vay bala Silamba diye lamba Sıraylıqni söymengla Yarın kıyamal Oy, to'xtaxon. Nima ish qilyapsizlar bu yerda? Nima ish qilyaptim? Ketman jo'tman. Nima ishing bo'pti? Ma jarimani to'laversak bo'ladi, to'xtaxon. Jarimani to'laytaylamdi. Nima jarimani ekan u? Bu nima jarimani deysizlar-ku? Bu degan kentning o'rinlashtirishi. Niyoz. To'la tilingni chaynamay ko'zimni yo'qlama. Ma'qul. Men yo'qolsam-mi yo'qolay, lekin ma jarimani to'lavat deyman. Ha? Ey, o'tkazib qo'yganing bormi? Ko'zimni yo'qla. Elibika adovni bermay yana. Nima? Meni adovni bermoqchiman. Ey, meni oqtirgim bormi? Hey, oqtirgim. Bir chaplikmi? Ey, nima qilibsan? Mana. Endi yaxshi bo'ldi. Oqtirgimni men bir ko'ray. Ey! Oy, Sarmamığa, toyğa Ben qanda fırlayman Yani köğünü bek nazik Ay Allah! Hey! Hepsini! Assalomu alaykum axonim. Ha, va alaykum assalom. Ahvollari. Inshaalloh yaxshi turyapman. Ha. Aysham xallar yaxshi turyapti o'g'lim. Opamning ahvoli hozir xil yaxshi. Obdan turyapti.
Xan qız. Nega mana? Beynini keldim. Yuqar gözümden. Bu iflas. Nega yo'qlaman? Yaqin kelchimma. Biz adam chaqirmang. Yaqin kelma. Qız. Yaqin kelma. Qız. Adam bormi? Meni qo'ymat. Meni qo'ymat. Adam bormi? Adam bormi? Voycan! Bu qanjoq. Yaqin kelma iflos. Adam bormi? Qutqizinglar. Yaqin kelma. Voycan. Yaqin kelma. Hey, munofiq! Huy! Huy! To'xta! Sana sizga bir ish bo'lmagandi, ha? Bu odam emas, munofiq! Jig'lamaqsan. Bo'ladi, ukam, Ayshamxon bilan o'zim so'zlashay. Voy, u Seyitqo. Haras. Sizlarning o ish qaroqchi bilan bo'lgan da'vo ishinglar qanday bo'ldi? Da'voyimizni hukumat bir taraf qo'ygan. Lekin bu bir nimalar orolda turdi. Bizni bo'zaq qilgili. Hech oromimizni qo'ymadi. Mundaqdan ukam. Bo'pti ukam, sizlar bu askilar bilan tamomlanglar. O'z ishinglarni qilaveringlar. Ularni bir kun jajisini yeydi. Bo'lamdi ukam. Bo'ladi. Bizning ular bilan ota-bobomizning o'sha adovatimiz bor. Mana bu sen. Rahmat. Rahmat. Ishni men deganda qilsam, seni texim obda rozi qilaman. Odilni bo'ysundirmoqqa tas emas. Lekin osh to'xtak sal qaram nima? Uning mijozini siz obdan bilasiz. Ha? Qaysi kuni meni chepivatgili tasli qoldi emasmi? Navoda bu qatim yana koni yangi jarimonini olaman deb oldiga borsam, putqulimdan ayilib qolamanmikin deyman. Hey! Sen mush atrofning boshlig'i Juma? Nimadan qo'rqsa? Vaqti kelsa, biz 3 yo'lbos qarab turmaymiz, Juma. Aka, Sang nim bo'ldi? eshitdim bo'lmadi shu. Ey, Nanqepi! Yuzingga nim bo'ldi deyapman. Yuzingni mushuk tatlib oldimi? To'g'ri, mushuk tatlib oldi. Sadiqqa, yo'lbosni mushuk tatlib olibdi-da, ha? Ey, laqva, satishib turmay uy kira, chaqa bo'la. Bo'ldi, ochiqlanma Sadiqqa. Yo'lbosning yuziga dori surtib qo'ysangiz, tez o'g'ishib ketadi. Tularda namoz qilmay ishinglarni qilinglar. Ishlarni vaqo, men degandek qilinglar, Juma. Ma'qul, ma'qul. Bo'ladi, xotirjam bo'ling. Ma'qul emisa? Ma'qul. Bo'ladi desa, men chiqay. Men chiqay. Xo'sh. Xo'sh. Keldingmi qizim? Bu qonxo'r munofiq. Men uni o'ldirmaydigan bo'lsam. Adash, bunda qilsang bo'lmaydi.
Sen degan bir aql egisi. Yanalar ular bilan tang bo'lmagan tuzuk. Tang bo'lsam nima ish qilib bo'lmaydi ekan? Bizni bo'zaq qilg'ini oz deb, mana endi xon qizimiz jankash qilmoqchi bo'lsa, zodi mush ifloslarning dasidan yosh qilib bo'lamdi, bo'lmamdi. Aslida sana demisam bo'pti ekan. Yaqinchilik qilib deb soptiman. Undaq nimalarga bag'o qira, o'zingni uqratma. Ular uchun ma'lumot etayman. Ularni mana menga qo'yib, ha? Xotirjam bo'l. Bu bir xalta ko'rishni ipmog'idan qaraganda xon qiz chiqqanlarning polosini yeydiga o'xshamamdi. Ha? Voy tamchum. Bo'ldi, ur ketma. Cho! Rastda ise, aslida nazir bamsakin bo'ladi. Biroq opam buning zotli qo'shilmadi. Nemişqa amdi? Nimish bo'ladi? Nazir berish koni qoidamish. Hamma odam bu tavarik koni qoidini qarzilab bo'lsa bajar keltirib o'tmasa boshqa so'z yo'q chaqilamish. Shunga obro'y uchun bo'lsa berib o'tmasak bo'lmaydi ekan. Onu desang qo'yman, dadamning nazirsini beramidim. Cho'nglarning aytishicha, nazir chiroq otganni yetimsizlarga bersa, to'g'risi shu bo'larmish. Zodili bilamadim. Biz qachongacha obro'y qo'llashib, to'g'ri xatosini ayirmay yuramizkin tam. Uyimizdan bo'ron uchib tursa-mu, holimizdan traktor tatamaydi biz qahna. Bu kunlarmi o'tib ketadi. Cho. Haras, ishing qanday bo'lib ketdi? Shu peti turibdi. Mondaqda. Cho. Yo'lini qipaqmidingmi? Xon qiz ishkimizning materiallarini yig'ib ratlab qo'ygan. Mondaqda. Yaxshi bo'pti. Iloji bor, tezroq tutish qilinglar. Hozirgi xizmat topmoq pek tez bo'lib ketdi. Hech bo'lmaganda sening ishing bir hal bo'lgan bo'lsa. Shundoq, bir necha kungacha shaharga kirib chiqaymikin deyman. Hey, qara. Maligimni kelib qopdi. Bo'ldi, Harun to'xtata. Men bu yerga tushib qolay. Oo. Bu bir xalta guruchni uyga kirib kelgin. Men xon qiz bilan ko'rishib kelay. Ma'qul, sen beraver. Nima? Pul yo'q? Pul yo'q. Pul bo'lmasa nazarni ko'zdagi sug'i beramsiz. Qarab turmay, ber pulni chiqing men. Jinim ukam, uyning bir to'rigidan ayrilibmi? El jamoat ichida nazar chiroq vermsam qanday bo'ladi? Amalsizlikdan shu qo'ydim birini setib etdim. Shuningga bermoqchi. Qo'yni setib nazar bermoqchi eding. Unda bo'lsa, men av qo'yni qarzga hisoblab olib ketay, ha? Oy ukam. Oy bo'ldi. Unda qilmang jinim ukam. Oy to'lib qilmang. Yasimiz qanday bo'ladi? Ay. Chang'i tushirdik-da. Ukam, sizdan o'tib. Oy bo'ldi. Unda qilmang. Qo'yni ep ketmang ukam. Unda qilmang jinim ukam, sizdan o'tinib qolay. Ems men qo'yimiz 200 qo'yga hisobchimi? Ha? Bu qo'yni o'tgan bozor kuni 250 qo'yg'imi sotmagan. Voy bo'ldi. Nimada to'li gap bu? Hey! Kiplas! Qo'yni qotanga kirib. Chapsan bo'l! Sen mening ishimga aralashma. Men sana pul demagan ekan, Juma. Hey, Niyaz. Men sana yaxshilik chigab qo'timan. Ang yaxshi qo'yni qotanga kirib. Sen ortiq ishga aralashma deyman. Ben sana gap qilmoqman. Hey, men sana gap qilmoqman. Ha? Ben seni o'tirmaydi qolmasin. Unda qilma deyman. Mushta bo'lsa qilsan. Ha? Ey, bo'l deyman. Qaram deb qo'ymaydi qol. Akirib deyman. Unda qilma. Mana qo'ya, mana. Qalay. Unda qilma. Mana. Voy, unda qilma. O'sha bo'lay. Unda qilmaydi. Qaram deb qo'ymaydi qol. Qancha odam bo'lsa, deganman to'xta. Nemish qiyoshlar bo'lsa kelsin. Unda bo'lay. Los! Munofiq!
Maqul. Yo'qol. Maqul. Yo'qol ko'zimdan. Yo'qol. Munofiq. Ayşem qacha. Qo'rqmislar. Rahmat ukam. Xotirjam bo'lsizlar. Ha? Qo'rqmislar. Bu görüşni qayaga kirib qo'yay? Oyga kirib o'taylik ukam. Ma'qul. Ha, che. Man keldi. Ha. Besh. Kimimsa? Mana, ushlik. She. Ha. Za. Men 5 zavla atıma. Mana 5 za. Oldim. Oldim. Oltlik za. Ha, she. He, qaranglar, o kim o? Ha? Niyozmi nima? He, nima qar surtib olgandi o? Qaysi bir kinoda artistning qalin do'rig'ini ko'rgan edim. Mana endi bu Niyoz maymunni do'rab yuramdi nima? Özümü maymundakli bir nima? Niyaz. Hey! Nima hey? Ha, kelinlar oynaydi. O'yinimiz o'ynaylik. Ha, che. Bo'la, sen keldin. Che. Bo'l. Na, tos. To'xtama, olma. Bundan keyin o't og'ili yolg'iz chiqmang ham qiz. Bu ifloslarning qo'lidan har balo keladi. Asla hadi. Qani. Asla. Nazara deganlik yetim miskinlarning haqqi deganlik, to'g'ri. Atrofimizdagilarning g'urbat turmushini hisobga olmaganda, qattiq quruq bo'lsa-mo uy deydiganlari bor. Mening fikrim, nazarga ishlatgan pul mollarni bolalarning o'qishiga ishlatsak, to'g'risi shu edi. Ashamxon, anlasam o'ttiranchi o'g'illari bu yil oliy maktabga mangadi ekan, ha? Shundoq. Assalomu alaykum bova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Qo'linglarni chayqab dasturxonga kelinglar bolalar. Ma'qul. Ashamxon, vallahi cho'ngib qopti, ha? Shu. Sizlarning deganlarim bek baland gap bo'ldi, hojika. Biroq shu endi nima demoqchi bo'lganlarini tushundim, Ayshamxon. Boshqalar nima desdaversin? Mərhum Yasin qarimning nazarasini beramidi desimi mayli. Ammo har qanday ishning o'z yo'li bo'ladi. U shu yo'ldan chetnasa xatolashidi degan gap. Biz obro'yparastlik qilmay, ishning to'g'risini qilsak, pul melimizni yaxshi yo'llarga ishlatsak, to'g'risi mana shu emasmi, Ayshamxon? Xizmat ishimiz hal bo'lib qolar, ham qiz. Ko'nglingizni yerim qilmang. O'qishimiz hargiz bekorga ketmaydi. Bizning rizqimizga o'ltirgan Mushmamiz sho'jining qizi bilan yez boshlig'ini adabsiz o'g'lamasmi? Bularni o'ylasam ko'nglim bekli yerim bo'ladi. Bizning ta'limimiz nimancha kajdir adil. Yo'q. Bizim asli talaylik odamlar ham qiz. Meningcha, ba'zilarga o'xshash boshqalarning rizqiga changal soladigan iflos bo'lgandan ko'ra, vaqtliq ta'liy kaj bo'lgan yaxshi. Esingizda bormi? Do'ng mahalladagi shoyib qattiq million-millionlab harom pul tepib, mana endi ishning kuniga qilib o'tirmamdi. Hammasi boshqalarning rizqiga to'pchashqaning kasabiti. Deganlaringiz to'g'ri. Biroq chondadam kech-kunduz mening g'amimga birdan xotirjam bo'lolmayotdi.
Rastını etsem, men mi gangaraplı kaldım. Demisimi aldı keynimde bir inim yakı sınlım yok. Dadam apamlardan ayrılıp, yılımı beçer çoğundadan bayken. Bu'miz qandaq mı kılar edi? Ko'nglingizni yerim qilmang xon qiz. O'tib ketgan ishlarni qayta tilga elib, sunuq dilimizni bearam qilmaylik. Qandaq mı ko'nglim yerim bo'lmay tura olayman. Adil qandaq mı ansirmay tura olayman. Seyitga o'xshash ifloslarning yamanlik qilmoqchi bo'lgani dal bilan yoki yegani yolg'iz qiz ekanligimdan emasmi? O'ylab baxmamsiz. Menga bu nima tatbiqlabdi? Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilmang. Buningdan keyin sizni hech kim bo'zaq qila olmaydi. Sizga hech kim yomonlik qilib chiqib ketolmaydi. Xon qiz, siz endi yolg'iz emas. Mana men bor. Men sizni chin dilimdan yaxshi ko'raman. Menga ishoning. Bu mening chin yurak so'zim. Menga ishoning. Men sizni qo'llayman. Deganlarga obdan bo'ldi axunim. Mening arzuyim bolalarni yaxshi o'qitib, haqiqiy bilim egasi qilish edi. Adiljonniga obdan o'qitib olgan, shug'unisi bir xizmatning peshini tutolmayotdi shu. Altın, amına altın. O topasda kömülüp kalsın o. Aman bir günü pakırıp çıkıyor. Herkes kömülüp kalmayın. Çin oturup. Ya Allah. Maqlamisi Ayşem xon men mangay. Quroqlamanglar hech qisi yo'q. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي Maguyning ishti attiga qoqsa-da, ajab qavovirda to'xtamay. Nima qilgani bu? Ay, Aka, kun tushib bo'lib ketdimi nima? Ha? Qopay, qopa. Savor. Bular chaqqan bular. Kun tushib ketdi, tura. O'rnimdan tura. Shua. Tura.
Ha, tomoq yeb o'tamsizlar, Ayshamxon. Sizlar to'lash tegishlik pul. Qo'g'in urug'i 80 koy, xameva o'g'it 120 koy, kunjur 40 koy, hasharat o'tirish to'g'risi 15 koy, yer haydash puli 15 koy. Ha, qo'g'inning cho'niki, ya'ni qo'g'in yaxshi unmagan yerga jarimani 30 koy. Yana qo'g'in unmagan yerga kvota berib qo'yibsizlar. Buningga 35 koy jarimani keldi. Ha, yana uningda boshqa qaysi kuni qattiq bo'ron chiqqanda bu oiladan birasinglarmi qo'g'inliq yetmabsizlar. Buningga 30 koy jarimani. Ha? Yana jamoat fondi 20 koy. Bir moyaga 56 koy supul keldi. Shundaqda hammasi bo'lib, ya'ni 5 xil rasxotni qo'shganda umumiy chiqim 431 koy bo'ladi ekan. Bu pulni bugundan kechiktirmay kent moliya bo'limiga topshirib o'ting, ha? Men qaytdim. Ay, ukam, bu Ha, nima? Bugundan topshirib o'ting uni. Ishim aldirash mening. Ağaylar, su tutaldinglarmi? Yo'q, texi. Bu yil suv bak qis bo'lib ketdi. Hey, shuni deyman. Ikkinchi qadamda suvni o'qiyamaydigan o'xshaymiz. Bizmi shu kentga berib aytib baqsaq bo'larmikan? Hey, qaranglar. Niyoz G'alcha Ahmad G'ayritovning uyiga izzat atmay qarshi so'lab kirib ketyotdi. Hey, ağaylar, eligo Ahmad G'ayritovning uyi ekan. Dadisi Mehmet To'xoning uyigimi nomus qilmay, u jarimani, bu jarimani deb kiraveradigan tursa u, G'ayritovning uyiga kirmay qolamidi? Shuncha ag'illar, bunda g'alchidan mening g'angzam yaxshi, harom kelgan foydadan uydagi qattiq sangzam yaxshi degan gap bor. Hey, qappa. Sening mush qo'shaq deganlarga payzang bor juma. Hey. Ma g'alchi to'g'riliq 1-2 qo'shaq to'qimamsan, ha? Bu g'alcha bizni oz qaqshatmay yotdi. Uni to'g'riliq 1-2 ko'plet qo'shaq to'qib qo'yaylik, qanday, ha? Ag'ina, bu to'qidis to'qiyverdigan shangchining nokusi emas u. Ma keldi. Qo'shaq degan qo'saqdan qo'shlab chiqdi. Qo'shaq o'qish, cho'chak to'qish, katman so'qish degan teqirning koni adib tursa. G'apiraqo'r, odamni betoqat qilmay, qani, o'qimamsizlar, ha? Hey, qaranglar, g'alchi bisirab qarab keladi. G'alchi qilyapti. Kelyapti. Mana shuni kim bo'ldimi? Ha, To'xtaxon, hammasi bo'lib 436 koy bo'lganligini uqdinglar, shundaqmi? Uqdi. Amsa, men qaytdim. Pulni kentga o'zinglar olib berasizlar, ha? 436 yuanda. Ha, shundaq bo'ldi. Hey, Niyoz, to'xta. Ha, nima gap? Sana deydigan muhim bir gap. Chaqa demamsizlar. Bu muhim gapni sening ishim aldirash mening tez-tez danglar. Ishim aldirashga. Bu gapni sening mush qo'lqingga degizsan bo'lmaydi. Yo'q, deganda yo'qki. Men sening sapsaqligingni angladim. Sen bu endi mening gapimni anglab qo'y, bildingmi? 436 yong'o. Buni to'layman. Tuqma. Sen mening gapimni qo'lingni dil tutma. Ag'ratamda. To'xta o'tganlik qashab yuratdi. Mana endi Niyozning puldab kirganini ko'rib, toza ochiq keldigan bo'ldi-da uniki. O bu yil qo'g'in terib, bag'li ziyon tortdi. Albatta ochiq keldi-da. Voy, biz ziyon tortmagandek gap qilsan-ku. Hammamiz ziyon tortdik. Hammamiz ziyon tortdik. Olta yozning yoqi. Zayyarning pashsiga sapqinimizni sho'ritib, kekirtakchi qarzga bo'g'ilib, qo'g'liqda sayning tishidek yotdik. Birasimiz yatamay qolsak, har qaysing jarimani ilishdi. Xayr, onunga bo'pti deyishdi. Ish qilib, tatqan jafoyimizga tushliq bir ish bo'la desak, sen nimala xuddi cho'ng dadangning qo'g'inini sotgandek, shuncha ola o'xchigan qo'g'iningmi, onun ichidan birini tanlab o'zing bilgan sitishib, qo'limizga bir mo'shamni berishmidim. Anglasak bizning ajr mehnatimizdan harom foyda ilishibsan emasmi? Ha? Oxirgi hisobda itizlab tergan qo'g'inlarimiz bovoq bolni baqqandek
tücüp bilgen qoğularımız, göz aldığımızda sisini sisip, ulaq çarılarımız yap, biz dehallağa nurgun ziyan boldu. Her bir moyadın nurgun ziyan tattı. Lekin sen haqçı, ha? Sen haqın aldığın paydısıqa gep getmeydi. Bizge uval emes mi? Bugün sen halça, hemmini eniq etsen, yani hilgerli kıldığımızsan, geçgandan tutup, xalq hükümetiga apırıp, kögülükünü köstümen, ha? Canım ukam, bu işler kent bilen münasebetsiz. Hemmisini kardeş Mahmut bilen hele üç akufka. Eğer ulanın işlerini desem, Mahmut benim hukukumda eli bitirdi ufka. Neti, yani o hukukum deysen o. Ben sana etip koyayım. Kığa etkenlerini bir bir etmeydiğimizsen, kanık hükümetiga apırmam. Canım ukam, eytay. Hemmini tez et. Olmaydiğimizsa, kögülükünü köstütümen. Kıgan etken buzukçılıklarından hemmini et. Marco, ne eytay. Tapsan et. Azizligim xalqimni sen sunuqdilar xarlanmasın kulib baqsun ishlavermang kecha kunduz chimanlarda yurib baqsun ishlavermang kecha kunduz sayla qilib yurib baqsun zahar qo'llar tegmasin shu dehqon otilarga unsiz o'tar kunim bir chaqalada inson bo'lsam yetkine dostum varlığın kadriye armağanıga yetmegenler yetip baksın insan bulsan yetkine dostum ularının kadriye armağanıga yetmegenler yetip baksın elni sevgin öz elimdir yirak bulma haram dünya tamasida sen halkını harlama pişayman var aman sana özünü aldıma dehqonlarmu rahatlanib yetib baqsin zahar qo'llar tegmasin shu dehqon otilarga unsiz o'tar kunim bir japanada zahar qo'llar tegmasin shu dehqon otilarga unsiz o'tar kunim bir japanada inson
yetkine dostum ularning qadriga armaniga yetmegenler yetip baksın. İnsan bulsa yetkine dostum ularning qadriga armaniga yetmegenler yetip baksın. Dehqon bilan bağlar güzel, bağlarni xazan qilma. Şu bağlarni parvish etgan aziz xalqimni xor qilma. Dehqon bilan bağlar güzel, bağlarni xazan qilma. Şu bağlarni parvish etgan aziz xalqimni xor qilma. Şu bağlarni parvish etgan aziz xalqimni xor qilma. Şu bağlarni parvish etgan aziz xalqimni xor qilma.